To'xtanglar. Sizlar noto'g'ri o'ylamanglar. Bu naftizindan uzoq vaqt foydalanish zamonaviy narkomaniyaga olib keladi. Hozir shu holat kuzatildi. Agar siz ham uzoq vaqt mana shu naftizinlardan tinimsiz foydalansanglar, shunaqa, ya'ni zamonaviy narkomanlikka olib keladi. Og'ir asoratlardan gaplashadigan bo'lsak, naftizin uzoq vaqt foydalanish burun shilliq qavatini quritadi, trofikasini buzadi va burundan tinimsiz qon kelishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi, buni uzoq vaqt foydalanish doimo burningiz bitishiga sabab bo'ladi. Uchinchisi, naftizinsiz yashay olmaysiz. Uyda, ishxonada, ko'cha-kuyda agar tasavvur qiling, kechqurun siz naftizingizni olib qo'ysanmi, aniq tig'i bilan uxlay olmaysiz. Chunki busiz yasholmay qolasiz. Bunga siz o'rganib qolgansiz. Oxirgisi uzoq vaqt foydalanish qon tomir toraytirishi va buning esa yurakka nagruska tushishi, yurakning tez-tez urishi, aritmiya darajasiga olib boradi. Agar sizni burningiz bitib shamollab qolsangiz, naftizindan yaxshiroq dorini video pastiga yozib qo'yaman. Albatta foydalaning, manfaatli bo'ladi. Bu dori naftizinga qaraganda ancha-muncha zarari kamroq.